Hurmatli boysunliklar va tumanimiz mehmonlari, sizlarni joriy yilning 17-mart kuni tumanimizdagi Boysun bahori turizm maskanida bo'lib o'tadigan Navro'z umumxalq sayliga taklif etamiz. Tuman aholisiga bayram kayfiyatini ulashish maqsadida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurashid Yo'ldoshev Atir gülüm, chinni gülüm, naz gülüm, qo'l menga yoritayin e'zoz gülüm. hamda estradamizning yorqin yulduzi Gulinur o'zlarining qo'shiqlari bilan siz azizlarning xizmatingizda bo'ladi. Bayram tadbirlari soat 9:00 dan 17:00 ga qadar davom etadi.